Hammaga salom, sizlar bilan men Fedorman. Bugungi videomizda mana bu qilich kartaning ikkinchi qismini chiqarishimizni so'ragan edilaring. Sizlar bilan ikkinchi qismini olishga harakat qilamiz. Mana bu Chisti degan bola meni obunachim bo'ladi. Chisti degan bola 2017-yillik bola ekan. Tanishib qoldik Robloxda. Endi shu bola bilan ham birga videolar chiqishi mumkin. Qaranglar obunachilar, bugungi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Bugungi qiladigan ishimiz boya keyingi karta boru, o'sha yerdan pak ochamiz. Hozir mana bu 400 talikdan bir qo'lat ketamiz. Obdushi sizlar uchun ochib ketaman men buni. Auto ketdi. Bitta autodan o'tamiz. Ketdi legendarni, yaxshi ketdi, bo'lmasa bera yaxshi berish mumkin, lekin menga yetmaydi bular. Obunachilar, qaranglar, bitta narsani aytib qo'yay. Menda nima bo'ldi? Shu ya'ni 2 kun nima uchun video chiqarmaganim sababini aytaman. YouTube menga ban berdi. Nima uchun ban berdi deydiganlar bo'lsalaring, bir kunda men 2 ta video qo'yib yubordim. Chunki birinchi o'rinda shorts qo'ydim, keyin katta uzun video qo'ydim. Ketidan 2-3 marta uzun video yuklanmagandan keyin men yana qaytadan qo'yaverganim uchun ham YouTube menga ban berdi 2-3 kunga. Agar bu narsa yana qaytadan takrorlaganda, yana agar mashina takrorlanib qolsa, YouTube menga burumurga spam berishi mumkin. Endi bu narsani takrorlamash harakat qilib ko'ramiz obunachilar. Videolar kuniga chiqadi, xudo xohlasa. Sizlar bilan har doim Fedorman bo'ladi. Keyingi videolarda ukam bilan birga video chiqaraman. Men ko'p gapirib kelganman, ukam bilan chiqaraman deb. Obunachilarim kutib qolinglar. Ukam bilan video chiqaraman. Gap. Qani bo'lmasam ko'p gapirmasdan videoni boshlaymiz obunachilar. Let's go. Robot odam, mana robot meni personajim. Ketdi. Ikkinchi joyga boramiz, chunki menda ikkinchi joyga boradigan joy bor edi. Qayerga boramiz? Hozir qiladigan ishimiz, men bu yerda juda kuchaygan edim, lekin u darajada kuchaymaganman, lekin kuchayganman, normal. 9 millionga bora olmaganman, mana shu yergacha kuchayib olganman. Hozir buni urib kuchayib olamiz. Oy, ovozi vashcha baland bo'lib ketdi-yu. Yomon bo'ladimi? Bilaman, obunachilar, mana shunday qilib qo'yaman ovozni. Ana o'qiladigan bo'lsalar, bo'ladi ovozi. Meni ovozim eshitilsa bo'ldi, obunachilar. O'yinda ovoziga e'tibor bermanglar. Mana bunda kuchayib olishimiz kerak hozirroq. Necha qadam beryapti menga? 4-6 million debdi-ku, 6 nechka beryapti bu? Hozir qaydan ko'rsa bo'ladi. 15 qadam, 15 plyus ham beryapti ekantiga. Bu bo'lmaydi, pak ochish kerak obunachilar. 10 kalik bor ekan, 4 kalik bor ekan, 30 ka bor ekan, 150 ka bor ekan. 150 ga yetmaydi-ya. Yo'q, yetmaydi. 30 kadan chiqaramiz. Ikkita otamiz. Bu obunachilarim qo'li. Obunachilarimni o'rnidan otdim. Epic'ga va это mazza chotki. Bu esa o'zimning qo'lim. Men o'zim otdim bu. Legendarka, davay. Epic yaxshi 2 marta narsani berdi, lekin u Epic menikidan kuchsiz ekan, lekin bergan narsalari ham bo'ladi. Hozir bir urishib kelmasa bo'lmaydi obunachilar. Mana bu qurolni oldim men o'zimga. Bu normal ekan. Bitta urishda o'ldirib yuboryapti-da obunachilar. Har kuchayib kelganda bosslar uryapman. Mana bu bo'ldi. Nima uchun bu videoning ikkinchi qismini chiqarganimni so'raydigan bo'lsalaring, Telegram kanalda ochganman. Telegram kanalda bir 30 tami obunachilarim bor. O'shalar chiqaring dedi. O'shanga bu videoning ikkinchi qismini oldim. Bo'lmasa olib o'tirmardim. Boshqa videolar chiqarmoqchi edim. Bugunga kelib, endi buni ikkinchi qismini olish harakat qilib ko'rdim obunachilar. Abdushi sizlar uchun chiqaryapman obunachilar. Sizlar borsalar men video chiqaryapman. Sizlar yo'q bo'lsalaring edi, men umuman video ham chiqarmardim, hech nima qilmardim. Sizlar meni qo'llab-quvvatlayapsizlar, men video chiqaryapman. Obunachilarim, Abdushi sizlar uchun. Meni qo'llab-quvvatlab, obuna va like bosib qo'yinglar obunachilar. Men obuna va like qancha ko'p bossalaring, video har kuni chiqadi. Tushunyapsizlarmi? Hatto kuniga 10 ta dona like yig'ib beringlar. Meni kuniga 10 dona. Obunachilar, 13 tagina obunachim bor atiga. Men ham katta YouTuber bo'lishni orzu qilaman. Menda obunachilar obuna bosib qo'yinglar, bo'ldi. Qiyin emas, obunachilar, to'g'rimi? Obuna bosib qo'yish yo qiyinmi obunachilar? Boss keldi. O'sha bu boss o'ldirib qo'yadi men. Bitta urishda o'ldirib qo'yadi-da. To'g'ri, lekin o'ldirib qo'yadi men. Bitta like, obuna bo'ldi. Hech nima kerak emas. Ketdi spam. Bitta Epic'ga anaga mayda petga tush desam, bunga tushib o'tirdi. Yaxshi mayli. 214 ta bo'lsa pak ochamiz. Bu obunachilarimni qo'lidan o'tayapman. Men o'zim emas, obunachilarim qo'lidan. Ketdi. Bitta cho'tka legendarka ber.
bir martaga. Epixga chotka gap yo'q, lekin Epixga berdi 11k bo'lib to'ldiryapti. 11k bo'lib to'ldiryapti atiga. Bu 10 ekib, buni ekib qilamiz. Buni 11.4 ku, bu ham 4. Mana buni ko'paytirsa bo'lmaykanmi, obunachilar? Buni anav qilish kerak bo'lmaydi. Roblox bilan ko'paytirsa bo'lar ekan. Roblox ham tashlayman. Ora-orada Roblox tashlayman men. Telegram kanaliga obuna bosib qo'yinglar, obunachilar. Qachon yangi video chiqishini men o'sha sanaga belgilab qo'yaman, obunachilar. Oldindan ko'rib boradigan bo'lsalaring, Telegram kanaliga obuna bosib qo'yinglar. Har kuniga oldindan ko'rib borishni boshlaysiz. Telegram kanaliga obuna bosib qo'ysalaring, kuniga ko'rasizlar videolarni. Hoppa, yaxshi. Bu ikkita qilichi bor, men normalni urishib qo'yadi. Bundan keyingisi men olib yurgan qurol. Yaxshi, 45 jon bilan tirik qoldim desam 9% jon bilan uni o'lib ketdim, bo'ldi, chiqaveramiz. Foydasi yo'q, uni o'tishdi. 164k bo'ldi. Yana 1k otishimiz mumkinmi? Bor, otishimiz mumkin. Legendarka tushsa bo'ldi, obunachilar. Legendarka tushsa, men personajim zo'r kuchayadi. Epik tushaveryapti. Bitta epik yana qaytadan tushaveryapti. Bu yerda kuchayamiz. Bo'lmasa, mana 9.1k ga o'tib olishimiz kerak millionga. Ertaroq o'n yoqdagi 1,5 millionta kubik bor-ku, yig'ish kerak. Hali menda 14 mingta. 1,5 millionta kubik bilan men o'tib ketaman bu yoqda. Yana bitta joyga o'tib ketishim mumkin ekan 1,5 millionta kubik bilan. Hozir buni urib ozroq kuchayib olaylik. Free bu nima? Free. Nimadir berdi menga. Epixki. Epix ko'paytirib beradimi? Shunda mana buni ko'paytirib berish kerak, to'g'ri keladi. Yo'q, faqat tezlashtirib bersa kerak. Bilmadim buni nima qilib berishini. Hozircha kuchayishimiz kerak hozir. 6 million bo'ldi, men 9.1 million bo'lamiz-ku. Bossni yutishimiz mumkin, o'shanda 9.1 million bo'lsa ham. Mana yerda 4kalik bor ekan. Mayli, bir kara sizlar jo'natib ko'raman. Mayli, 10kalik to'qim, 4k emas, 10kalik. Bitta cho'tka emas, tush. Normal narsa tush. Epixki necha foiz u? 10k. Bo'lmaydi. Hatta legendarga tushganda ham rozi edim. Ay. Boriga shukr, yo'g'iga sabr qilamiz. Hozircha uraveraylik-chi, nima bo'lar ekan? Mana bu 8 million ekan, 4 millionlik, 6 million bo'lyapti. Qaranglar, cho'llaringga yozgan. Hard Extreme Elite debdi. Eng qiyini o'tganman, eng qiyiniga. Endi men Elitedan ham qiyiniga urishim kerak. Tushunasizlarmi? Elitedan ham qiyinini urishim kerak men. U 8 million kuch bilan ura olasan deyapti, lekin men 8 million kuch emas, men oddiygina 5 million kuch bilan mana bu boyagi elite bor-ku, ko'z yomib, kallasi yomib, o'shani urganman men. Mana bu bratlar edi, uralar ekan, bitta brat. Yaxshi 7 million bo'ldi, obunachilar. Free o'tish berilyapti, mana ana. Bu yana rosa ko'p freelar bor ekan. Yaxshi. Hoppa debdi, hammasi chotki. Hozircha loket-poketlar yo'q. 7 milliondan aslab oldik. Reklam berilmaydi ekan, teleportatsiya bilmadim nimaligini. Teleportatsiya bitta joyga teleport qilish u, lekin hozircha biz teleport qilish kerak emas. Mana bu 2 level bo'lib turibdi. Bu eng ko'p best. Mana bu lekin obunachilar meni eng yoqtirgan qurollarimdan biri bo'lgan. Balkim bundan ham zo'rlar chiqib qolishi mumkin. Lekin bu eng chiroylisida, obunachilar qaranglar. Eng chiroyli qurollardan biri mana shu bo'ladi. Hozir eng kuchlisini qo'liga qistirib qo'ydik, bo'ldi, mana shu bilan urayapmiz. 769 bo'ldik. Yana ozroq ursak normalniy. 7,5 million, 783. Mayli, 8 million bilan kiraman. 8 million bilan kirishim mumkin ekan. 9.1 million bilan kiraylik obunachilar. Mana uni yutamiz, bossni yutamiz. Yo, boss yutolmayman. 8 million bilan kirib ko'raman. Boss yuta olamanmi, yo'qmi? Sinab ko'ramiz. 8 million kuch bilan kirib ko'ramiz. Boss yuta olamanmi, yo'qmi? Ketdi, let's go. Bittada. Okay. Hop, bittada. Mana bunisi jonimni ketkazadi lekin. Hop, ketkazdimi? Yo'q, ketkazmadi 100%. Mana bu ham ketkazardi ozroq. Yo'q, bu ham ketkazolmadi. Bu lekin ketkazadi 100%. Bu ham ketkaza olmadi. Bu ketkazadi lekin. Ana 76% qoldirdi. Yetadi demak bossgacha. Ke boss.
Boss davay ozgina qoldi. Bir marta urganimda o'lardi. Boss bir marta urganimda o'lardi. 100% obunachilar. Bossni bir marta urganimda attiga o'lib ketgan bo'lar edi hozir. 200 talik bilan tushgan bo'lsak ham 204 ka berdi. Bitta pak ochaylikda. Pet ochaylik deganim. Ketdi open. Legendarka tushsa borku zo'r ish qilgan bo'lardi. Voy! Tushdi. Legendarka tushdi. Va, malades. 14 ka berdi obunachilar. Men o'shaning uchun legendarkani aytdim. Mana buni olib taylayman. Iyo, mana qaranglar. Bu legendarka mana. Ayla, qizil. 17.1 beryapti. Ko'raysizlarmi? Bunachilar vashchi ko'pda bu. Ketdik bo'lmasa, mana buni uramiz. Ketdik. 814, 816, 817 ko'raysizlarmi qanday beryapti? 18 kadan beryapti. Har ko'tarilganda 18 kadan berilyapti. Yaxshi, ko'raysizlarmi? O'sha legendarkadan legendarka tushdi. Ketdi sizlar uchun bu ish. Ketdi 1% tushar ekan. Ana bu tushsa ham rozi edim. Bu nima endi? Bu Epic'ga bir nima deyapti. 36 kadan berar ekan. Hozirroq vaqtga 36 kadan chiqib berar ekan bu. Yaxshi lekin hozircha 893, 897, 901, 10 million qilaylik, kattasi bilan urishamiz. 10 million qilaylik. Bo'ldi. Gap. Kattasi bilan urishib beraman. O'sha eng katta bossi bilan urishib beraman. 10 million bilan eng katta bossni yutamiz mana. Bo'ldi, ketdi buni ur. Kuchayib olaylik hozirroq. 7 kadan beryapti obunachilar bu. 10 million bilan bo'ldi. Boss yutamiz 10 million bilan. 100%, ha? 10 million bilan yutishimiz. Ketdi bo'lmasa. 10 million 13. Yutamiz endi boss. Boss qilichini beradi. Kattakon qilichini. Yutsa agarda, unda ham. Hop. Bittada. Bu kelaversa ekanda, tezroq kelaveradi. Bunday. Bittada obunachilar. Hoppa. Bundan keyingisi men jonimda olardi. Ya bu olib qo'ydi, men noto'g'ri olib qo'ydim, olib qo'ydi lekin. Bundan keyingisi mana shu olardi men faqat jonimda. 94% bo'ldi, olaman. Boss ketdi, ke. Boss tezroq. Boss o'ldi. O'ldirdim obunachilar. Bossni o'ldirdim. Aytdim-ku 10 million bilan olaman dedim. Bossni olaman baribir mana. Mana bossni qilichi. Juda ham katta, zo'r qilich bossniki. Bu bossniki obunachilar, bossniki atigi. U 316 ta ana bilan keldi biza. Ketdi. Bir kar o'tamiz. Nima shu ekan? Ketdi bitta cho'tki legendarka. Oy, mana bu mujikni ishini qilgan lekin legendarka tushirib. Legendarka tushdimi? Tushdi-ku, nimaga berilmadi menga? Yo'q, berilmadi. Ketdi bo'lmasa. Yana bir qo'l o'tamiz. Cho'tki bitta. Mifixki! Voy, legendarka namz zo'rku, Mifixki berdi. Voy, obunachilar qaranglar nechga beradi. 1708 ga Mifixki bu. Mifixkining kuchi bu. Mifixkining kuchi. Oy, obunachilar, Mifixkining kuchini ko'raysizlarmi? 17, 1, 14 bo'lsa, ketdi bo'lmasa obunachilar, mana buni bir qo'l uramiz. Necha 53 kadan qo'shilyapti obunachilar. Hop. Keyingi bazaga o'tishimiz uchun yig'ishimiz kerak endi anadan. Bo'ldi, biroz ma'mulman. Nimaga chaqiryapti meni? Yo'q. Best debdi mana. Bo'ldimi? Shuning uchun chaqiryaptimi? 17, 14, 3 qadam bo'lsa ham mana bu pilis qo'shish kerak. Mana buni qo'shish kerak edi. 4 tama pet qo'yilgan bo'lsa ham normal edi. 3 tadan qo'yilyapti obunachilar. 12 million qilib urishamiz, bo'ldi. Keyingi kartasiga o'tish harakat qilamiz. 12 million qilib keyingi kartasiga o'tamiz. Yaxshi ketdik. Bosslar bilan urushib chiqamiz. Har bittasi bilan mana yaqinlashtirib olaychi qanday ekan. Hop, ko'rinmay urganim. Keraklar, sizlar qurollaringiz, sizlar qurol bor-ku, eng kattalarning bosslarning quroli mening qo'limda. Hop, bir qo'l atiga bir martada o'ldirib yuboraman sizlarni. Даже mana bu unisini ham bittada, bundan keyingisini ham bittada. Yoki ikkitada bo'lishi ham mumkin. Ikkitada ekan. 64 jon qoldirib qoldi. Kattasi bilan urishaman endi. Kattasi meni yutolmaydi baribir. Chunki men ancha kuchayib oldim.
279 ga bo'ldi. Necha million berish kerak u? Necha? 125 million o'tolar kamatiga. Voy. Ertaroq tugatishim kerak obunachilar. Bundan salgina bir 13 bo'lib olaydi hatto. 13, 1,5, 2,5 da tez. Klamlar berilmaydimi ekan beriladi. Infinity friend match. Sherik bilan urush deyiladi. 350 tagina beriladi keyin. 2x wins debdi. Bu YouTube berishimga ekan bu. Ketdi bo'lmasa YouTube berishimga bo'lsa urushamiz. Qani mana bu sumkadagini bosamiz ketdi obunachilar bo'ldi. Endi 100% o'ldiramiz. Ketdi, hop. Mana buni kuchaytirib berdi menga. Vaqtinchalik beriladi u ham. 16 k beryapti, yaxshi. Hop, bittada. Mana bu ikkita o'lardi adashmasam. 76 jon qoldirdi ki bu. Boss bilan urushaman endi. Boss bittara ketyapti joni, lekin 1% jon qoldirdi boss. Hattoga meni 1% jon qoldirdi kodlarni ham. Boss hali ham kuchli boss. Endi bitta narsani qilaymi, boss ustidan kulamizmi? Tayoqda olamiz, tayoqda olamiz. Bek sabalayman sizlarni. Tayoq bilan uraman. Hop. Tayoqcha bilan urib yutib kesaman. Oxir tayoq bilan yutib olsam bularni. Yaxshi. Bunda sal qiynalishi mumkin, tayoqda yo'q, qiynalmadi. Bu ham tayoq bilan urayotgan edim, lekin bunda qiynaladi. Yo'q, bu ham qiynalmadi. Bu 2 marta o'ladi. Yo'q, bitta o'lyapti. Qaranglar, mana shu 3 marta o'ladi, lekin 100%. 1, 2. Yo'q, tayoq bilan urib qo'yaman endi bossni. Kecha tayoq bilan tayoq kuchli bo'lib chiqdi. Bossni tayoq bilan urib qo'ydim obunachilar. Tayoq bilan shundaysizlar. Qaranglar. Mana shu bilan urmasdan tayoq bilan urib o'ldirib yubordim-ku. 804 ga berdi. Yaxshi, yana 2 marta ursak ham, 3 martami, 2 martami ursak ham keyin kartaga o'tamiz. Unisida vahshiy kuchlar bosib oladi. Mana bu meni 1% ham yuta olmaydi. Hop. Bitta mush bilan o'sha o'lib ketyapti ular o'shanlar. Hoppa, mana bittada. Tamom. Mana bu ham. Mana jonimda olib qoldi, chunki bu juda ham katta, ishlatish qiyin bu qurolni. Ur, yo'q qil. Yaxshi, 22% jon bilan yutdik. Lekin bu tayoq bilan urib yutib yubordim obunachilar. Buni olamiz, ketdi. 1.8. 1.25 bo'lsin chiqamiz. 1 million. 8 bo'lsa 1.11 million. Mayli, oxirigacha borib qo'yaylik. 1.15. Shunda ham boramizmi deyman oxirigacha. 1.26, yaxshi. Ketdi boss. 1% jon. Yaxshi. Endi ketdi boshqa joyga bo'lmasa, let's go. 1.25 millionlik joyga o'tdi. Yangi joy bu. Hop, bu yerda cho'ta. Mana qarang, 1 milliard. Tushunasizlarmi? 1 milliard. Kuchsizlar. O'sha mana bungacha men yeta olmayman. Qaranglar, men sizlarga ko'rsataman. Nechtasigacha bora olaman? Sanab turinglar. Birinchisi mana, birinchisiga 3 ta o'ldirdi. Ishoninglar. 3 ta o'ldiryapti. Ikkinchisi 4 ta o'ldirdi. Uchinchisi bo'ldi, yutqazdi bu. Meni personajim yutqazdi, yutdimmi? Yutdim. Bo'ldi, bundan buyog'iga chidamaydi personajim. Ketdi. Yaxshi, chidamaslik 100% ma'lum edi, chunki ular juda ham kuchli. Quribdi bo'lsak, mana shu qilish ekan eng kuchlisi hozircha. O juda ham kichkina bu 3 million. Bitta bu pakot 3 million ekan obunachilar. Bir dona pakot shu. Ketdi bo'lmasa da. Legendarka yoki Mifixga tushsa borku baqirardim. Endi davay. Bitta legendarka yoki Mifixga kam tushadi, lekin Mifixga bular mana shuni o'zi kuchli ekan. Shuni o'zi kuchli bo'lib chiqyapti. Ko'rasizlarmi? Atiga eng kuchli varianti kuchli bo'lib chiqyapti. Voy Mifixga deb baqirib yotganimdan
buniki kuchli bo'lib chiqdi. Chunki bu yangi karta. Bu mana buni uraman. Buni ura olaman. Bunichi yo'q. Bunichi yo'q. Bitta mana buni ura ekan, qaraylik. 90 kadan qo'shib tatiga. Bu yo'q uchun nechka? Yo'q, uchun 18 millionta kuchim kerak bo'lar ekan. 39 millionta, 84, uning 178, 564 milliontaga yetib borishim kerak ekan. Bu videoning ikkinchi qismi bu. Agar xohlasalaring, mayli, bu xohlasalaring 3-qismini chiqaraman. Bu kartaning oxiri yo'q-da, lekin agar sizlarga yo'q aytgan bo'lsa, mayli chiqaraveraman. Agar men bundaysiga boshqa videolarim chiqsin, boshqa kartalarim o'ynay, Minecraft yoki boshqa o'yinlar ham o'ynay, Mobile Legends, Minecraft o'ynay desangiz ham mayli chiqarish mumkin. Minecraftlardan boshqalardan bemalol chiqaraveraman bunachilar. Sizlar uchun xohlagan videolarimni chiqarib berishim mumkin. Prosta aytayapman, men bu videoni ikkinchi qismini chiqargan bo'lsa, mayli chiqaraman. Agar xohlamasalaring chiqarmayman, farqi yo'q menga. Lekin ko'plarga mana bu videoni men hozir uratgan mana shu qilich videoni Telegram kanalimda ko'plar aytgan, chiqaring davomini, chiqaring deb 2 kundan beri yozgan obunachilar. Bitta kanoxa chatam bor, o'shanda ham ko'plar yozgan, ikkinchi videoni chiqaring, ikkinchi qismini chiqaring deb. O'shanda ham yozilganda, короче, shunaqalar bo'lib o'tdi. Yozilib, shunday bo'lib kuchayamiz endi ketdi. Xohlasalaring qaranglar obunachilar. Bundan keyingi videoyimiz mana shu. Mana bu videoyimdan keyingi videoda ukam bilan video chiqadi. Xohlasalaring ukam bilan videoni mana shu o'ynayotgan kartamiz bor-ku, mana shu o'ynayotgan kartamiz. Ana shu orqali chiqarishimiz mumkin. Mana shuni o'ynab turib chiqarishimiz mumkin yoki boshqa bir nimalardan qochishmi, masalan, liboy bitta moshin poygami, o'shalardan video chiqaramiz. Robloxda har xil kartalar juda ham ko'p. Xohlasalaring mana shu videoni o'ynab turib ukam bilan birga video chiqaramiz. Bo'lmasa o'ynayveraychi, davom ettiraychi. Pet ochib kelishimning yetmaydi aylar. Bir donasiga 579 kartiga. Mifixga mana eng kuchlisi bunda 17 bo'ldi boyagi joyimizda. Mifix tushirish hammaga ham emasda. Epic bo'lsa bu aldiga 1%. Epic tushsa bilmadim, bunda bilmayman. Ma'lum 20 bo'lsa, 30 mi 40 bo'lib ketadi. Endi qaranglar. Epic buni 17 bo'larkan bo'lsa, menda Mifixga vashchi ko'p bo'lyapti obunachilar. U gapi bo'larkan. Ana bu qilish uchun ham ketdimsa bir urush kelaylik. Men bir ikkitalarning qilichini oldim-ku, chunki o'shanga ham normal kuchayaman lekin. Ketdi. Hop. Yaxshi, hozir chaptasini oldik. Mana bu boyagi joyda olishimiz kerak. Bundan keyingisi. Mana shundan keyingisini olish kerak. Bundan keyingisini olsak, yangi qilish beriladi. Mana shuni. Davay yutaman, ishonaman, senga ishonaman. Yaxshi bo'ldi, oldik qilishdi. Yangi qilish berildi. Buni yutolmasligim 100% mumkin. Chunki buni qilish juda chiroyli qilish ekan, lekin uniki ham menga o'zi ikkitalik mana berdi. Yaxshi bu ham, lekin ikkitalik ham. Avvalo ozroq kuchayil. 13 million bo'pti, men otamiz bu yerdan. 40 million ekan. Bu ketdi. Let's go. Mifixga yoki Epicga yoki legendarga. Ole. 28 ga ko'raysizlarmi? Mifikni oldim mana. Bo'ldi, Mifik olinadi. Chunki bu 28 ga beryapti. Hali bor-ku, hali Epic bo'lgani ham yo'q. Eng kuchsizi 28 ga ko'raysizlarmi obunachilar? Hali Epic ham bo'lgani yo'q, boshqa narsa ham bo'lgani yo'q. Prosta eng kuchsizi 28 ga bo'ldi. Burali elitasizlar. Elita mouse degani boshqalari shunaqalar. Lekin mana buni oddiygina kuchsiz varianti 28 ga berilyapti. Dahshat. 28 29 bo'lsa 30 bo'lsa urush kelamiz. 30 bo'lsin. Qaysigacha borar ekan 30? 37 bo'lsa boyagini urar ekanman. Bundan keyingisini olar ekanman 30 bo'lsa. Dayam agar 30 bo'lsa. Bo'lmasa qaranglar 30 ga bo'ldi, ket urushamiz. Pak ochishimiz kerak, lekin yomon qiziq paklar ko'p ekan. Bossimi deyman, bossi vashshi kuchli ekan. Hop. Ikkitada yaxshi, boya 3 ta 4 ta o'ldirib o'tdik bu ishlarni. Hop. 50 millionda qaranglar chakan emasda. Boyaga joyga qaytaylik-da, boya men
Ona boyagi chotki qilishda o'ldiryotdi-ku, o'shalarga aytsak bor-ku. Bitta o'ldirib yuborar ekanman. Jonimni ham ololmasa kerak undan keyingilar. Bular ololadi, ana shu boyagi evlarda ololmasa kerak deyapman-da. Bu olib tayiladi, bu 320 million bu. Men 31 million kuchayganman, yetmaydi-da. Nima qilamiz? Pak ochamizmi? 17 million bo'lsa, 8 saytdan unchalik bitta Epix'ga bersam, bo'ldi kuchaytiramiz-da. Bitta Epix'ga ber, хотя бы 300 dan bitta ku. Voy, mana bu beradi, mana bu bersin. Epix'ga Abdushi ber. Voy. 28 u 1. Ne qilamiz? Eqibni bossak ham 28 u 1. 28 u 1. Necha kuchlisini bermadi obunachilar. 31 bo'lsa 39 milliongacha kuchaylikcha 40 million kuchaylik. Ana shu 40 milliongacha kuchayib olsak ham olamiz-da. Otuz to'rt, 35. Mana ketdi bitta pet tushdi. Mana shu 0.1% pet tushsa ham bo'ldi-da. Ana shu pet tushsa ham bo'ldi-da menga. Bak, hech kimga pet ham kerak emas-da. U vashta ko'p beradi-da. Mana bu freylikdan 900 ta beryapti. 1 million tagina atdiga. 38 yaxshi bek ochildi. Endi 40 talik bo'lsa ham 23 minutdan keyin ochilar ekan. Bu chakan emas, 23 minutdan keyin ochiladi ekan. 10 minutgacha video bo'lmasa ham kerak. 23 minut hozir o'z videoni o'zi bir 15-20 minut o'tib ketgandir. 41-46 million bo'ldi o'zi. Misrga keldik-da bizlar, Misrga. 42 million. Bo'ldi, ketib o'xshamiz, farqi yo'q. Mana shu bilan boraman oldilariga. Shu qurol eng yoqtirgan qurol ketdi. Duxuni olamiz mana shu qurolni o'zi bilan. Turish qo'rqinchli-da bu qurolni qaranglar. Yuvartalayman degan qurolda. Kel. Oppa. Bu qurol turish qo'rqinchli, boshqa yoqtirgan qurollardan biri bo'lgan mana shu. Yaxshi, bundan keyingisini o'ldiramiz. Normal kuchaytirishga shunga bo'ldi. Bundan keyingisini o'ldira olamiz agar mana bu qurolimni kuchaytirsa. Hop. Davay. Bu oldim men, yangi qurol oldim men. Mana. Olmabman-ku men. Qayoqqa? Yo'q, olganim yo'q men hali. Undan keyingisigacha chidamayapti. Mana buni uramiz bunisi. Mana bu nima bu? Qani belar hech ko'rmabmiz obunachilar. 2B. Men vashchi kuchlisi bilan tushib ketdim. Ayam. 2 million, 2 milliard-ku. 42 million. Da, eng zo'rda. Mana shuni Epix'ga tushib ber, bir dona necha bu? 40 million-ku. Menda 14 million ekan. Mana buni Epix'ga tushsa ham rozi edim-da. Bir dona Epix'ga tushinglar. Epic, молодец. Bo'lar kanka maymun. Epix'ga tushirib berdi bor-ku. Yaxshi endi. Birinchi marta bor-ku obunachilar. 35 beryapti. Hali Epix'ga 35 beryapti. Ko'raysizlarmi qanday ko'p beryapti? Mana bundan bitta legendarga tushsa bo'ldi. Epix'ga oshadi, atak mana shu kuchisi. Rare kichi bordi. Katta bo'lmasa uramiz, davay bo'lmasa. Nechida 105 qadam beryapti. Bu normalni berishinglarda 2400. Endi yana qancha berish kerakka to'g'ri keladi? 43, 90, 44, 12, 22 bolaga battar, короче. Ular tayoq sindirib tanlash kerak bor-ku, yoqmayaptimi bor-ku, boydan beri 44 bor-ku, Misr vashchi qiyin ekan bor-ku, bu 3-qismini chiqaraman deb bor-ku, qarib ketaman men obunachilar. Buning kuchayishi bor-ku, qiyin obunachilar, bu boshida osonlashib, o'sha Misrda qiyinlashyapti, ko'raysizlarmi? Bu nima edi bu? Nimadir kirib ketdim men. Chiq. Bor jangga kirib ketdim.
Mayli, kirib chiqaylik, bir pak ochamiz. Normal pak ochsak ham normal tushadi. Bundan keyin videoni yakunlashimiz ham mumkin. Uramiz. Ertaga uzunroq video bo'ladi, obunachilar. Bugun emas, ertaga uzunroq video bo'ladi. Bugunchalik sari 25 mi, 30 mi o'shanaqa videolik bo'lishi ham mumkin. Hali e'tibor berganim yo'q, hozir necha bo'lganmi? Videoni yakunlaganimda bilaman. 220 million bilan birga bir tushyapman mana. Yutqazdim. 46 bo'lsa 15 million bo'ldi mana. 15 millionga bo'lsa 8 16. Davay bitta 8 dan ikkitalikdan o'tamiz. Mana shuni bitta 16 million qilaylik, ikkita o'tamiz 8 likdan. Bitta legendarka tushib qolishi ham mumkin mana. Kechi. 17 58 yaxshi-ki. 1 milliondan 1 millionta pul beryapti. Yaxshi ket chiq. Ikkitalik o'tamiz endi mana bu 8 talikdan ikkita o'tamiz. Cho'tkisi tushsa, balki mana yana qancha bo'lar ekan? 250 millionda bo'lgani ko'targanman. Oho. Katta bitta cho'tka epikski. Epikmi? Hey. Mana obunachilarda qo'li mana shu epikski tushir, legendarka tushir. Bo'ldi. Bu o'sirib tushdi bor-ku bu. Cho'tkisini tushir. Davay. Epikski yaxshilik undan kuchsiz bo'lma. 26 ga. Kuchsiz tushdi. 28 ta bo'lar. Nima bo'ldi hozir? Ko'p qilamiz ham, ko'p qilamiz. Kuchaytirib yuboribman. Men buni kuchaytirib yuboribman eng kuchlisiga. Qiraq qilsak ham. Qaraylar kuchayib ketadi. Nima bo'lyapti bunga? Nimadirlar bo'lib ketdi hozir, lekin men qanday buni kuchayib qolganini bilmadim. 42 ta bo'lib ketibdi уже. Yaxshi-ku, lekin bir tomondan qaraylar 42 bo'lib ketdimi? Mayli ketdik bo'lmasa. Mana shu uramiz. 122 dan beri normal-ku. Nimani aytyapti bu? Uni ko'rsatib bosamiz. 21 45 bersa ham, 31 bo'lsa, 31 2 35 shu bo'lsa ham, yaxshi. Videoni yakunlaymiz. Obunachilar ancha bo'lib ketdi. Minut ham. 50 bo'lsa mayli urib chiqamiz, pak ochamiz, videoni yakunlaymiz. Ketdi. 3-qismi chiqadi. Nima uchun hozir men videoni tez yakunlanganini aytaymi? Hozir vaqt bo'lmaydi. Obunachilar o'zi ketishim kerak edi bir joyga. O'shanga bo'lmayapti vaqt. Bo'ldi, mana ko'rdinglar, yangi qilish olaman endi. Bundan keyingisini ham ursam 160 millionni uraman, chunki qo'limda qurol bor, unda ham bor. Bo'ldi, mana shuni urishim kerak. Buni qilichi va kuchli qilishlardan birida. Bo'lmadi. Mana shuni urib ketaman bor-ku, men video yakunlay olmayman bunaqada. Yakunlayman, ya'ni 50 million, 58, 57, 84, 51 million. Ana shu olish kerak, obunachilar shuni bor-ku, bu yerga bosdi. O'ldirish kerak. Siz nolga o'tib qolar ekan buni boshqa. 13 millionta pul. Yo'q, men nimaga orqa qaytishim kerak? 55 bo'lsa urishamiz. Kattasini olmaymiz-ku, endi buning kattasini ikkita orqadagini olamiz. 54 bo'lsa 55 normal ketdik. Ket, mana uramiz. Bitta qo'l bilan bundan keyingisini urib bemalol olib qo'yamiz. Davay. Ilon kelyapti. Ilon cho'tirkalla. Davay, cho'tirkalla ke. Bundan boshlab finishimiz cho'tirkalla bo'ladi. Kechi. Bu nima bu? Avto ekan bu. Yo'q, avto bo'lmaydi. Bunchalik yutqazmash kerak avtoda. 25 mana pak ochib ketamiz deb. Ketdi, bitta cho'tkisi tushsa, normal tush. Legendarka! Молодец, legendarka. Mana shunday bersang bor-ku. Odamga yo'qasan sen bor-ku.
43 bo'lsa, yaxshi gap yo'q yana bitta. Chotki Mifixga bu. Mifixga bo'lsa borku, chingiraman. Epic, ay boyaga maymun. Mayli bo'ldi. Bo'lmasa, mana Crafton bo'lsa, bundan 3 talik bersa ham, bulardan 3 talik bersa ham, pulni kuchayib ketar ekansan. Короче, shunaqa bilmayman-yu, shunaqalar короче. Shapa. Ketdi. Maymundan ber, yana bitta maymunni kuchaytiraveramiz. Yo'q, nima bu endi? Bundan 3 ta bo'pti. Mana Craftonni bossak, bu 35 ga 42 ga aylanib ketdi, ko'rdilaringmi? Chunki bunda 3 ta bo'pti. Bundan 2 ta, bundan ham. Bundacha 26, bundan Mifixga bittadan tushgan legendarkalar. Mana bular lekin juda ham ko'p tushish kerak edi. Короче, shunaqa gaplar 43, 42, 42 lar turibdi endi menda. Normal. Ketdi bitta uramiz. Olmush kabob o'ldirish kerak. Ana shuni. Nechadan beryapti? 257, 148 dan beryapti, chotki. 14 bo'lsa, chotki beryapti, lekin 56 million. 6 million, 57, 2 million. 50 necha bo'lyapti? Muzikani o'chib qo'yar ekanman. Sizlarga aytib berdim, ko'rlaring muzikasini. Olmush bilan bu urishaman, uka. Bo'ldi, ketdi. To'xta, chiq. Bo'ldi, kuchaymay tur, uncha kuchayib ketish xohlaningmi? Ketdi bo'lmasa, uramiz bo'yini. Va 42 millionligini bemalol yutamiz. Hop, sakrab turib bitta uramiz. Kel. Ilon kalla. Bundan keyingisi ilon kalla, bu mumiyo bu. Mumiyoni ursak, endi ilon kallani uramiz. Kel ilon kalla. Ilon kalladan qiynaldik hozir. Mana shuni urishimiz kerak, obunachilar. Mana shuni qilichini olishimiz kerak, короче. Davay, ozgina edi. 14 million bo'lsa ham paklarim shuncha olganman. Shuncha qo'ydim. Davay, bitta chotkasi tushib qo'yibdi. Legendarka to'sh yana bitta bo'ldi, yetadi. Epixga yana shu maymundan. Maymun bo'lib ketdi. Maymonni kuchaytiramiz. Bu 52 bo'lib ketdi maymun. 52 bo'lib ketdi maymun. Nima qilay? Mencha maymun. 42 bo'lsa, obunachilar, mana buni gap yo'q. Kim borku? Nechikadan bergan? Bir qar ko'ram, 160 kadan beryapti, yaxshi. Bo'ldi, bir urushamiz mayli. Sizlar uchun urushib beraman. Bundan keyin bo'ldi, video yakunlayman. Ukalarim ursa ham baqiryapti, tashqarida turib bermaysizlar. Oqshom bular uxlamaydi. Video ham buzilib qoladi o'shalar dastidan. Yaxshi, oldik. Bo'ldi, mana shuni olamiz, bo'ldi. Tez ilonni o'ldirish kerak. Bo'ldi, mana shuni o'ldirib tashlashim kerak. Bu yoqqa kelsa 320 million meni boyadan beri o'ldiryapsan. Voy, nima uchun meni o'ldirib qo'yaveryapti bu? Shuncha kuchaydim bor-ku, obunachilar. 12 million. Mana endi olaman. Legendarka tush, mujik. Yaxshi, legendarka necha bo'ldi bu? Yaxshi, legendarka tushdi. 43 bo'lsa ham, 42 bo'lyapti. Yaxshi, 4 millionlik ham 3-5 millionlikdan ham Mifix tushib qo'ysa ham zo'r bo'lardi. Epic berdi. Obunachilar bo'lmasa men videoni yakunlayman, obunachilar. Hammaga xayr, sizlar bilan men Fedormay bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha obunachilar qaranglar. Yangiligim bor. Keyingi videoda ukam bilan video chiqariladi. Ukam bilan video chiqishi mumkin endi bu safar. Hammaga xayr, sizlar bilan Fedormay. Keyingi videolarda ko'rishguncha